Osh ochilishiga mana keldik. Bugun qanaqa osh pishirdingiz? Chunki O'zbekistonda oshlar xilma-xilligi juda katta. Qanaqa osh? Toshkent oshi, xudo xolasa. Ana, Toshkentcha osh. Marhamat. Voh, hey. Mikrofonni oshga olib borgim kelyapti, osh ham gapirsin deb. Hidlari shunaqa kelyapti endi o'rtoqlar. Ishoninglar. Afsuski, Oynai-jahon sizga bu hidlarni eltib bera olmaydi va bu juda ayanchli holat. Lekin ishoninglar, juda zo'r chiqqan menimcha. Adashmasam, go'shtni bu yerdan sotib olasizlar, a? Shunaqa. Go'sht qattiq farq qilmaydimi O'zbekistonning go'shtidan? Yo'q. Ozmoz farq qiladi-yu, atak yaxshi. Qo'y go'shti ham qo'shilamiz. Qo'y go'shtimiz Yangi Zelandiyaniki, mol go'shtimiz Avstraliyaniki. Xudo xolasa ikkovini mix qilib 70-30 qilib qilyapmiz. Osh keldi. Tananaynum. Ana rahmat. Pxuketda haqiqiy osh. Rahmat, sizga qo'lingiz dard ko'rmasin. Garim dorilar bilan. Marhamat. Og'larni qoldirmasdan yeb qo'yish kerak. Uvol bo'ladi.